Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Likiking sayti haqida bo'ladi bugungi videomiz. Bu sayt haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Xo'p. Eng avvalo bundan ro'yxatdan o'tish haqida ma'lumot berib o'taman. Buning uchun bu saytdan chiqib olamiz. Sizlar bu saytni havolasini video kommentariyasida qoldiraman. O'sha havola ostiga bosib shu saytga o'tsangiz bo'ladi. Xo'p, buning uchun havola ustiga bosganingizda mana shunday oyna ochiladi. Keyin bunda sign up tugmasini bosamiz. Xo'p, keyin mana shunaqa oyna ochiladi. Birinchi qatorga username deyapti. O'zingizga yoqqan nom, taxallus qo'yib olasiz birinchisiga. Xo'p, ikkinchisiga email adres deyapti. Bunga o'zingiz Gmailingizdagi adresni yozasiz. Uchinchisiga password deyapti. Bunga esda qolarli 6 tadan 8 tagacha bo'lgan harf, raqamdan iborat parol o'ylab topasiz. Faqat esda qoladigan bo'lsin. O'zingiz esga qoladigan biron joyga yozib qo'yasizmi yo screenshot qilib olasizmi? Xo'p, mana bu ko'zni rasmini bossa yozgan raqamlar yo harflar ko'rinadi. Mana shunday qilib screenshot qilib olasiz. Keyin 4-qatorga ham xuddi birinchi yozilgan raqam, harflarni xuddi o'sha birinchidagidek takrorlaysiz. Ikkinchi qatoriga. Keyin men robot emasman deb bu to'rtburchak joyiga bosilsa, bu sizning robot emasligingizni tekshiradi. Mana bu yerda svetoforni rasmini tanlang degan mana. Svetoforni mana shunday qilib tanlaymiz va galочка chiqadi. Keyin create account degan yozuvni ustiga bosamiz. Hop. Endi o'zimni akkauntimga kirib olaman. Bu yerdan o'zimning login parolim ham men robot emasman deb bosamiz. Bu yerda More deyapti. Mana uyda tepasida More turibdi. O'shani tanlaymiz. Keyin esa va tasdiqlashni bosamiz. Zinapoya piyodalar o'tish maydonchasi deyapti. Va galочка chiqdi. Keyin loginni bosaman. Mana shunday oyna ochiladi. Mana bu ustiga bossak menyular chiqadi. Eng birinchi qiladigan ishimiz setting bo'limini tanlaymiz. O'sha joyda Gmailimizni tasdiqlab olishimiz kerak. Bu yerda verified degan yozuv chiqib turadi. O'shani bosamiz va Gmailimizga xabar boradi. Hop, Gmailga kirib olamiz. Gmailga kiramiz. Bu yerda mana Spot Likiking. O'shanda bu sizga ham xabar keladi. Gmailni aniq xuddi o'sha mana bu yerda yozilgandek qilib yozishingiz kerak. Boshqa sal ortiqcha harf va raqam qo'yilib ketsa, keyin Gmailingizga xabar kelmaydi va Gmail tasdiqlanmaydi. Bu Gmailni tasdiqlash nima uchun kerak desangiz, bu pul chiqarishda muammo bo'lmaslik uchun kerak bo'ladi. Xo'p, o'shanda xabar kelgandan keyin ustiga bosamiz. Buning ichida mana shunday yozuv turgan bo'ladi. Keyin biz bu yerda cook, mana uzun cook yozuvini ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin xuddi mana shunday yozuv oyna ochiladi. Keyin go home degan bo'limni bosamiz. Keyin o'zimizning saytga yana qaytarib olib boradi.
Keyin sizlarga 10 ta bonus beradi Gmail tasdiqlangandan keyin. Bu bonusni qanday qilib olamiz desangiz, mana bu belgini ustiga bosib Free Spin bo'limini tanlaymiz va bu yerda 10 ta bonus, ya'ni 10 ta baravar aylantirish chiqadi. Har bir tushgan soni 2 baravar qilib beriladi. Sizda birinchi ro'yxatdan o'tgan paytingiz Stone levelda bo'lasiz. Bu yerda baravarning ichida eng maydasi 100 tadan 800 tagacha bo'lgan raqamlar joylashtirilgan bo'ladi. Bu sizning o'yiningizga qarab bu raqamlar joylashtiriladi. Stone levelda 800 tagacha bo'lgan raqam joylashtiriladi. Ironda 2000 tagacha bo'lgan raqam, bronzada 4000 ta va silverda 15000 ta raqam joylashtirilgan bo'ladi. Xo'p, men hozir silver leveldaman. Hop, hozir sarmoyasilaringizda har soatiga baravanga nechta tushsa o'shani olamiz. Necha raqam tushsa, men robot emasman, bosamiz. Bu yerda piyodalar o'tish maydonchasi debdi. O'shani belgilaymiz. Avtobus deyapti. Yana avtobus tasdiqlashni bosib, mana galcha chiqdi va Free Spinni bosamiz. Internetdan sal sekinroq ishlayapti. Mana 800 litoshi berildi. Bitcoinning kichkina bo'lakchalari. Hop, sarmoyasilaringizda xuddi shunday baravar aylantirib, har soatiga kichkina bo'lsa ham litoshilar olib borishingiz mumkin. Sizlar senga referal bo'lib qolyapman-ku deb o'ylashlaringiz mumkin. Bundan hech xavotir olmangizlar. Referalimni 100% ishlagan toshlaringiz o'zlaringizga qaytadigan qilib qo'yganman. Shuning uchun qo'rqmasdan referal bo'lib o'taveringizlar. Buni ichida mana o'zining kichkina o'yinlari bor. O'sha orqali o'ynab balansingizni ko'tarib, toshlarni ko'paytirib olishingiz mumkin. Xo'sh, hozircha shu. Yanada keyingi videolarimizda o'yinlarni o'ynab ko'rsatib beraman. Keyin yana bitta sayt haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Bu bunaqa pisk. Bunday aytganda kriptovalyutalar, har qanday kriptolar saytlarida menda 12 ta bor. Bular haqida ham hali video qilamiz. Hozirda yana ko'rsatadiganim Dogi kriptovalyutasi. Bunda ham soatlik kelibdi. Hozirda men Gold o'rinidaman. Endi o'rin degani bu daraja degani. Bunda esa 6,500,000 Dogi coin'i beradi. Men robot emasman, bosamiz. Bu yerda mototsiklni belgilang degan ekan. Bu yerda ham velosiped. Hozir internetning ozgina tezligi pastroq bo'lgani uchun kapchani ochishni ozgina qiyinroq bo'lyapti. Qisqasi bitta yangi olamiz. Joyga tushib ketish kerak. Kapchaga o'tkazamiz. Bunda mana misolda tasvirlangan yashash muhitiga yashaydigan hayvonlar tanlang degan. Ya'ni qushlar haqida ketyapti. Tepadagi mana rasmga qarab belgilaysiz. Belgilaymiz. Tekshirishni bosamiz. Kapchaga chiqdi va lemni bosamiz. Soat sarmoyasiz tarzda
Hop, 51 ta toshim bor hisobimda. Sizlarga yolg'on mingachin, lekin mana shu 51 ta toshni sarmoyasiz tarzda mana shu soatlikdan yig'ib oldim. Bunda ham referal havolamni qoldiraman. Sizlar bemalol o'tishlaringiz mumkin. Xohlovchilar. Bunda ham xuddi shunday. Bundan ham referalni o'tsangiz 100% o'zlaringizga qaytadigan qilib qo'yganman. Hop, mana bu haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'taman. Buni tekshirish uchun mana Affiliates degan mo'rini bosamiz. Mana Uset deyapti. Bu degani masalan sizlar har soatiga olasizlar. Masalan mening gold akkauntda bo'lsa, gold levelda bo'lsangiz 0.650 logika o'yini olsangiz, o'shani 50% menga kelib tushadi. Lekin 650 da 100% o'zlaringizga qaytib boradi. Hozirda meni silkalarim ro'yxatdan o'tgan 5 ta referalim bor. Hop, shungacha bo'lgan 56 tosh yig'ilgan ekan. Hop, birinchisi bu men ikkinchi akkauntim. Bu Jabborbek deganimiz. Bu ham do'stimiz. Hozirda yaxshi. Bu ham silver o'yinida. 92 2024-yil ro'yxatdan o'tgan. Hozirda bu saytdan foydalanmayapti. Jabbor deganimiz ham bu birinchi Jabborbekni ikkinchi akkaunt. Bu Samatboy 94. Bu mening uchinchi akkaunt. Hozirda hammasi bunday aytganda hozirda 3 ta faol referalim bor. Sizlar ham bemalol ro'yxatdan o'tishlaringiz mumkin. O'zlaringizga har soatga olgan toshlaringiz o'zlaringizga qaytib boradi. Bemalol sinab ko'rishlaringiz mumkin. Keyin har bir o'yinga o'ynalgan toshlardan 0.4% o'zlaringizga menga kelish kerak, lekin u ham o'zlaringizga qaytadi. O'shaning uchun bemalol ro'yxatdan o'tsalaringiz ham soatiga foyda olasizlar, ham ishlagan foydalaringiz o'zlaringizga ham qaytib boradi. O'shaning uchun bemalol ikki tarafdan foydalanib qilishlaringiz mumkin. Menga sizlardan kelgan referal sizlarning hisobingizdan ketmaydi. Menga kelayotgan tosh menga adenli o'sha sayt egalari tomonidan beriladi va men sizlarni chaqirganim uchun o'zlaringizga ham qaytib boradi. O'shaning uchun bemalol ro'yxatdan o'tib borishlaringiz mumkin. O'zlaringiz ro'yxatdan o'tib sinab ko'rishlaringizni tavsiya etaman. Xo'p, levelga qanday qilib keyingi levelga o'tadi desalaringiz, bu yerda bu 3 ta chiziqchani bosamiz va mana shunday bo'limlar chiqadi. Bu yerdan Gamis bo'limini tanlaymiz va bu yerda o'zining o'yinlari bor. O'sha o'yinlarni o'ynab tosh avorib, ya'ni aylantirasizlar va keyingi levelga o'tasiz. Men platinum o'yiniga o'tish uchun 100 mingta tosh aylantirishim kerak. Hozirda 21596 ta tosh aylangan. 21% bo'lib turibdi. Bunda ham keyingi videolarda qanday qilib o'ynash haqida video qilib o'yinlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Keyin YouTube kanalimdagi barcha videolarni ko'rishni tavsiya etaman. Bunda TronPick sayti haqida ma'lumot berilgan ko'proq. O'shalarda ham ma'lumot olib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Hozirda videomiz cho'zilib ketyapti. Yana keyingi videolarda o'yin o'ynash haqida ham video qilib joylab boraman. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kanalni kuzatib boring. Hammangizga rahmat. Sog' bo'ling.